Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomizda turli xil musiqalarga rasm hamda nom qo'yishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi navbatda Play Marketga kiramiz. Qidirish bo'limiga o'tamiz. Bu yerda esa Mi Music deb qidiramiz. Mana shu ilovani o'rnatib olamiz. Hamda bu ilovani ochamiz. Ma'lumotni o'zgartirmoqchi bo'lgan qo'shig'ingizni bu yerdan tanlaysiz. Masalan, bu qo'shiqni ma'lumotini o'zgartirmoqchimiz. Xo'p, bu yerdan esa 3 ta nuqtaning ustiga bosamiz. Qo'shiq ma'lumotini o'zgartirish tugmasining ustiga bosamiz. Bu yerda birinchisida albom qoplamasi, ya'ni siz bu yerda turli xil boshqa o'zingizga yoqqan rasm qo'yishingiz mumkin. Rasmi o'zgardi. Qo'shiq nomini o'zgartirishingiz mumkin. Ashulachini o'zgartirishingiz mumkin. Hamda albom nomini o'zgartirishingiz mumkin. Xuddi mana shu tarzda qo'shiq ma'lumotini o'zgartirib, o'zingizga yoqqan ko'rinishda qo'shiqni tinglashingiz mumkin bo'ladi.